o'zini joyiga keladi. Sezuvchanlik ham yaxshi bo'ladi erkaklarda, o'sha boshida, kallasida o'sha sezuvchanlik ham yaxshi ostirib beradi. Undan keyin o'ziga o'sha ishonchi ketib qolgan yaxshi olat turmaydigan holatlarda ham faqat o'stirishga emas, o'sha bu bilan ereksiya olinib, misol uchun keyin qon tomiridan o'sha venadan qon ketib qolgani uchun ular aloqa qila olmaydi-da ko'pida. Darzanniy venalarni protekaniya deb aytamiz. Shunaqa holat bo'lsa, shunaqa turg'izib olamiz-da, keyin buni orqasiga nima kiyg'izib, mana kolba kiyg'izib, buni ustiga kiyg'izib olamiz, kolbani ustiga kiyg'izib olamiz buni. Bu keyin mana ochilib turgan bo'ladi. Pastga tushirib, olat ustiga kiyg'izib, tagiga tushirib qo'ysak, olat turgan holatida ushlab qoladi. Qisib tagidan. Keyin bemalol aloqa qilish mumkin bo'ladi. Qilib bo'lgandan keyin buni olib tashlasa, yana olat o'sha tuminishensiya holatidan chiqib ketadi. Bu kimga kerak, qanaqaligi kerak? Har xil kasalliklar bor. Qon tomir kasalliklari bilan organik protsessi buzilgan, impotensiya bo'lgan odamlar bor yoki o'sha olati kichkina deb o'ylaydigan odamlar bor. Bularning hammasiga o'sha davo sifatida berilgan. Ya'ni o'sha seksopatologiyada bilasizmi, juda ko'p olimlarning kitoblari bor, boshqalari bor va ularning hammasini fikrini jamlashgan narsa mana shu lokal manfiy bosim bilan davolash metodi pompa bilan qabul qilingan. Butun dunyoda eng aktual, eng yaxshi metod hisoblanadi, eng yaxshi effekt beradigan metod hisoblanadi. Tezda ko'zlagan niyatga yetish mumkin. Agar shunaqa apparatni olinadigan bo'lsa, uyda holatida, sharoitida bu har bitta apparat uchun albatta disklar bor. Bu disklarni qo'yib, yana instruksiyani yaxshilab o'rganib chiqish mumkin. Bu sal nimada ekranda ko'rsatishi nomaqul narsa bo'lgani uchun, ya'ni jinsiy organlarning ko'rinishi bilan bog'liq bo'lgani uchun biz diskka instruksiyani butkul ko'rsatayotganimiz yo'q. Ya'ni kerakli odamlar buni olib foydalanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu lokal manfiy bosim bilan olatni o'stirib olish.